Öydikiler cem boğanda dapanci itip ya ve men mağa oxşaş xogo itip yapıqına tam tilingizlam qaldı. Çoğun kichik amayla yaqtırıp yeydi. Bunu qanday qatdim ki qinamiz birlikte ügneyli. Zımacanımı nayt yiş qalatı tanışashını ötüp qoyma. Aval qazanğı soğaklik gösilip qazan qaynagandan keyin köp işlerini pakiz elib şorpasını chiqarib olamiz. Onundaki öydikiler yaxshi ko'radigan ve yaxshi ko'rmaydigan saylardan pakiz yuyib tayyorlab olamiz. Saylarni pakiz yuyish uchun azroq tuz, azroq un silib, chechaksay, jinjingu, mogolarni pakiz yuyib olamiz. Bunday yuygan vaqtimizda orasidagi chang tuzang ham qurt qo'ng'azlar pakiz chiqib ketadi. Onundan keyin suji, dufu pilani videoda ko'rsatgandek to'g'rib olamiz. Xogo materiallari va ketarlik saylarni o'zinglarning yoqtirishi bo'yicha tayyorlab olsanglar bo'ldi. Qozonga azroq may qo'yib, sinjang, samsaq, so'ng piyozlarni silib qo'raymiz. Onundan keyin cho'ng ustamning qo'lda ishlab tayyor qilgan samovar sho'rpasi tutqusidan bir bo'loq silibitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bilan mening ishlatganim 220 gramlik ya do'stlar. Mushu oila yig'ilish qilganda uyga chiqaraq mehmon kelganda etib yeyishga intayin mos keldi. Qozonga azroq suv qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin hozir qaynatgan sho'rpamizni qo'yib olamiz. Onundan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan xogo materiallarini silib iste'mol qilsak bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 koy bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Unidar Nazi 7733 ekran üstidagi nomer shu. Endi buni cho'nqo'roq qachimizga ilib, zimajanglar bilan yeydigan bo'lsak, ajoyib issiq bosadi. Endi buning zimajang tayyorlab olaylik. Samsaq, so'ng piyoz maysi, osh ko'kini ushaq to'g'rab sevgandan keyin bir qo'shiq, xasing meg'zi, kunjut, bir qo'shiq loz qiyami, achchiq suv, xogo sho'rpasidan azroq qo'yib olsak, ajoyib yeyishlik bo'lib ketadi. O'rganib oldingizmi?